Assalomu alaykum qadrdon akalarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun 3-may, haftaning yakshanba kuni Sergeli moshin bozoriga tushdim. Inomarkalardan bir qator ko'rsatib o'taman. Har doimgidek videoni ko'rmasdan turib, like bosing akalarim, tani joni sog' bo'lsin. Iloyim umrlari uzoq bo'lsin do'stlar. Ota-onasini umraga jo'natib, duolarni olib, zo'r mashinalar minish nasib etsin. Bo'lmasa biz obzorimizni do'stlar Sergeli moshin bozoridan boshladik. Podpiska и like do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Obzorimizni Sergeli moshin bozoridan boshladik. Yangi mehmonxona ochib qo'ydik. Odam boshiga 100 mingdan 150 minggacha. Lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Sergeli moshin bozori bilan Abu Sahiy kiyim-kechak bozorining o'rtasida joylashgan do'stlar. Odam boshiga 100 mingdan qanday tushunish mumkin? Misol uchun bitta xona narxi 300 ming bo'ladigan bo'lsa, odam boshiga 100 mingdan to'g'ri keladi. Agar zavtrak bilan xohlaydigan bo'lsangiz do'stlar, 150 ming bo'ladi odam boshiga. Nima deymiz? Kelaverasizlar, yaxshidan olaverasizlar. Charchamanglar. BYD sanoatida eng ko'p sotilgan do'stlar ushbu avtomashina BYD chempion hisoblanadi. Nadojность bo'yicha, yurishi bo'yicha haqiqatan realniy chempion. Endi do'stlar, BYD oladigan akalar, Qibraga o'tadigan bo'lsalar, o'sha rassrochkasi yo'q avtomashinalar uchun siz uchun $500 bonus qidirib qo'yganman. Xudo xolasa rassrochka oladiganlar ham bo'ladi, faqat uni 15 kun, 20 kun atrof kutasiz. Unga ham do'stlar $100-200 rassrochkaga bonuslarni qildirib qo'ying. Faqat promokod qurishda obzordan o'tyapmiz desalar, qilib beradi, bo'lmasa qilib bermaydi do'stlar. Endi kelinglar, BYD chempion 2024 150 talik eng fulli bor yo'g'i yurgan masofasi 39 ming ekan. Kraskasi top toza. O'zi uchun bir siraga do'stlar kraskasini, batareykasi, yomkislarini $100 berib tekshirtirib oling. Besключой доступ, katta ekran, abagrev do'stlar, ulkan panorama tom do'stlar, 5 ta o'rindiqli pastakanchiklari bilan ko'rishingiz mumkin. Po faktu polniy bak benzin bilan do'stlar, elektr rejim bilan kitobi bo'yicha mingdan oshiq, lekin po faktu agar siz trassada 120-130 gacha bosib haydaydigan bo'lsangiz, 100% 750 km yurib beradigan ushbu BYD. Ko'pchilik qoradan zerikkanlar uchun mana oppoq rangi. Xudo xolasa narxini nechta so'rab turibdi? Narxini 25 ming so'rab turibdi. Akamizga telefon qilib ko'radigan bo'lsalaring, akalarimiz ham sekin-sekin surib yordilar. Aka, narxini nechta so'rayapsiz? 26 ming deb oz burchakdan chiqib ketaverar ekanda, shep. Kelishgan joyi bor, har nomingizda. Men nomdan kelsa kelishgan joyi bor ekan. Agar kelish bermasa, shaxsan o'zimga telefon qilinglar, qo'lini siltab kelishtirib yuboramiz. $500 o'tib berasiz, yana nomiga, yana kelishtirib do'stlar savdosini bor. Telefon nomerlar 97lik 463 59 59 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Yurak-sharak qizdirib, podpiska qilib qo'yasizlar do'stlar. Orasida keling, eng yumshoqlarni ko'rsam, bulardan albatta do'stlar Kia Optima. Yili 2012. Yurgan masofasi 188 ming do'stlar. Kraskasi bor. U yoqda kraskasi bor ekan, yana o'zi uchun bemalol tekshirib olasiz. 30% kraskasi bor. Akalarimiz hozir qo'yib beradigan narxi do'stlar, nima deysizlar? O'tgan safar 12 minggacha qo'yib beruvdi. Akani qo'lini siltab, qulog'ini tagidan bir cherturdik. Narxini do'stlar, xudo xolasa 11 ming shtir sanasin berib yuboraman deb turibdilar. Kelinglar. Bir funksiyalarni ko'rsatib o'taman. O'sha Kia orasida eng yumshoqlardan hisoblanadi. Koja salon do'stlar. Qo'l multimedialari, tablo, tepasida panoramami? Yo'q, panoramasi yo'q variant ekan. Lekin holati do'stlar o'zingiz uchun tekshirib olasiz. Hatto gazlargacha o'rnatib qo'yilgan. Aka, shuncha yil masofasi, shuncha yil vaqtda probega qaytarmaganga 100% kafolat. Motori ham ochilmagan, kelib tekshirish shu. Motori ham ochilmagan. Motori 2lik atmosferni xohlagan benzinni quyib yuraverasiz. 80 dan tashqari do'stlar. 90 dan ham taqshat. 4 ta yangi balonlar bilan do'stlar, holati lekin haqiqatan o'ziniga, yiliga yarasha sveji o'tiribdi. Kiyalar orasida eng yumshoq mana shu bo'ladi do'stlar. Xo'p. Oxirgi narx do'stlar 11 ming. Aloqachi nomerlar qoldirib qo'yamiz. Telefon nomerlar 91lik 165 64 44 raqamga aloqaga chiqib do'stlar, baraka qo'rasizlar. Charchamanglar. Cherry brendi Rossiyadan bundan 2-3 yil oldin rosa trendga aylandi. Har xil blogerlar chiqib negativ yozgandan keyin narxlar do'stlar dunyo bo'yicha narxlari tushdi. Mana shu avtomashina salondan hozir $10,000 arzoniga do'stlar. Qaranglar. Cherry Tiggo 8 Pro ekan 22-23, probegi 61,445. Kraskasi bormi aka? Kraskasi yo'q. Salondan 35 ming atrofida turadi. Navorotlarda 7 ta o'rindiqli, to'g'rimi? 7 ta o'rindiqli do'stlar, salonlar ham jigar rang. Siz xohlagan hozir kunda barcha do'stlar navorotlari bor. Tepada panoramasi, lyuklari, monitorlari do'stlar. Xullas, buni narxini akamiz nechta so'rayapti aka? Realni nechta so'rayap turibsiz? So'ragani yo'q hozir. So'raganiga berib yuborasiz aka.
Ha? O'zingiz egasisiz. Shunday. Qani aka, so'ragan narxingiz necha pul? Ayting. 23larga. 23, 22 ga bosib yuboramizmi aka? Xudo xolasa do'stlar. Ha, telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Kraskasi? Yo'q, toza. Toza. Petnosi ham yo'q. Do'stlarga yuborib qo'yinglar, cherdiga qiziqib yurganlar. Juda ham ko'p cherdiga qiziqqanlar do'stlar. 97lik 418-80 raqamiga aloqaga chiqib, yurakchalarni qizdirib qo'yamiz. Charchamanglar. Kia tarixida rasxoti eng kam avtomashina albatta bu do'stlar, bu ko'rib turgan avtomashinangiz. Ya'ni bu Kia Sonet. Qaranglar do'stlar. Narx cho'k $5000 do'stlar arzoni. Ya'ni yurgan probegi bor yo'q 3700 kilometr yurgan ekan. Kraskasi top toza do'stlar. Kia paroqlargacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Agar salonni oladigan bo'lsangiz, mana shu avtomashina $21500 ga tushar ekan. Hamma yog'i ideal deb turibdilar. Albatta o'z uchun bir siraga tekshirib olasizlar. Xo'p, navoroti nima bo'ladi? Bunda uncha navorot bo'lmaydi, lekin tepasida o'sha ko'rib turganlaringdek do'stlar, lyuki bor va bir nechta rejimlari bilan do'stlar ko'rsalaring bo'ladi. Avtomat uzatma, pastakanchiklar bor, ekran, orqa o'rindiqlari, albatta materialli emas. Qaranglar. Ikki kojali bo'lar ekan. Hech gap yo'q. Bez probeg deb yozib qo'yibdi, lekin 3725 do'stlar. Xudo xolasa buni narxini 17000 mi? 17 oxiri. Oxiri 17000 so'm. $17000. Gaplashib ko'ramiz. Yana bir qism ustiga savdosiga balkim yana kelishgan joyi bo'lishi mumkin. 95lik 440 24 44 raqamga aloqaga chiqasizlar va do'stlar, haqiqatan 4 litr, 3,5 litr benzin rasxotlari. Yurakchalar qizdirib qo'yamiz, obuna tugmachasini bosib qo'yamiz. Charchamanglar. Yaponiyaning eng zo'r mashinalaridan bittasi bu do'stlar Mitsubishi bo'ladi. 2008-yil yurgan masofasi 78000. O'zini halol probeglar deb aytib o'tilyapti. Lekin o'zingiz uchun bemalol tekshirtirib olasizlar. Buni turishini qarang, yonib turishini. Buni qadrini faqat kim biladi? Inomarka haydab yurganlar bo'ladi. Spoil qaranglar do'stlar, qanotini. O'ziga yaxshi do'stlar qaranglar. Mitsubishi emblemasi. Langer ekan do'stlar. GT. Buni polni elektronikalar ishlaydi do'stlar. Akamiz akkumulyator o'lib qolgan shekilli. Mana siz ochgancha biz salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Salonlar beskulishoy do'stlar. Salonlarda do'stlar bu mashinaga navrotlar kerak emas. Ko'rsalang bo'ladi. Tepasida lyuk ham bor. Konditsioner, hamma elektronikasi akamamiz ishlaydi deb turibdilar. 2 litrlik do'stlar atmosferli motor. Yo turbina bilan motori. Atmosferli bo'ladi. Akamiz so'ragan narxlari, kraskasi toza, bora kraska. Petnolar u yoq bu yoqda bor, o'zingiz tekshirib olasiz. Narx 9000 so'ralyapti va sizlar do'stlar 500 minggacha do'stlar arzon so'rayib qo'yasizlar. Sababi bozor, otang bozor, onang bozor do'stlar. Xudo xolasa akalarimizdan nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Telefon nomerlari esa 99lik 937 90 0 raqamga aloqaga chiqib, xudo xolasa inomarkaga qiziqib yurgan do'stlarga tezroq yuborib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Podpiskalar bosib qo'yamiz, yuraklarni qizdirib qo'yamiz. Bu esa do'stlar qadrini yo'qotmaydigan 520 lik BMW do'stlar. 2 litrlik motorligi. Yili 1996, yurgan masofasi 538 ming do'stlar. Endi u yoq bu yoqda kraskalar, ya'ni kraskalar bor. O'z uchun yana bitta sirraga tekshirib olaverasiz, lekin yurishi bo'yicha ancha yaxshi. Xarajatlar xudo xolasa bo'lmaydi deb aytib o'tibdi do'stlar. Qaranglar do'stlar, salonlar, orqa bagajlar kengligini va saloniga e'tibor beramiz. Salon o'ziga yarasha do'stlar, qaranglar, juda ham shinamgina bo'lib turibdi. Bu yildagi BMWlar do'stlar o'zini yildagi eng trenddagi avtomashina hisoblanadi do'stlar. Hozirgi kunda ham bu esa obro'sini yo'qotmaydigan avtomashina. Aynan siz xohlagan ushbu avtomashina do'stlar ko'rishingiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Telefon nomerlar. Narxi 9800 so'rab turibdilar. Bemalol do'stlar, narxi o'sha sal qimmatroq deyishingiz mumkin. Endi bu brend do'stlar. Shuni hisobiga. 9800 usta savdosi bor. Aloqaga chiqasizlar do'stlar. 99lik 937 90 0 raqamga chiqib do'stlar gaplashib ko'ringlar. Vaydihan sanoatida bir nechta sanoqli bo'lgan variant va nihoyat O'zbekistonga kelibdi do'stlar. Bu esa oddiy Vaydihan emas. Bu o'sha do'stlar
Buni narxi 100 mingdan baland turadigan BYD qani va nihoyat O'zbekistonda yiliga e'tibor berasizlar 22 ga 23, kraskalar 100% toza. Yurgan masofa 80 mingdan oshgan ekan. O'zi uchun yana bir sir ko'rsatib o'tasiz. Buni egalari shu 22-yili o'zi salondan ishlab chiqarilgan, 23-yili salondan sotib olingan ekan. Shunda 100 mingdan balandga tushgan ekan ushbu avtomashina. Ranglariga e'tibor bering. Navorotda siz xohlagan barcha turdagi do'stlar navorotlari bor. Yo'q, navorot o'zi yo'q do'stlar. Kraskasi toza, probegini aytib o'tdim. Ikkita motorli do'stlar. 3-9 sekundda do'stlar 100 ga chiqadi. Holati ko'p do'stlar, ideal sostenib o'tiribdi. Endi bu narxni keladigan bo'lsak, narxini hozir egalari 31 ming so'rab turibdi. Xudo xolasa do'stlar, 30 ming atrofida baraka qo'rsa bo'ladi. To'g'ri. Hozir buni restylinglari chiqqan, 33 ming dollarga yangi massasini topishingiz mumkin. Lekin bu do'stlar Xitoyda sanoqli bo'lganligi uchun O'zbekistonda ham bir nechta bu pozitsiyadan bor ekan. Shu bois do'stlar, agar sizga ma'qul bo'lsa, ko'ring, gaplashib ko'ring. Telefon nomerini qoldirib qo'yaman. Telefon nomerlari esa 90lik 031 0909 raqamga aloqaga chiqib do'stlar gaplashib ko'ringlar. 100 ming dollar BYD qan. Nahot 30 ming dollar. Ishonaman, Xudo xolasa, bundan ham zo'rlar sizga nasib etadi. Bitta niyat qo'ying do'stlar. Xo'p, Kia Sorento do'stlar 2024 chiqib qoldi. Kraskasi toza do'stlar. Probeglar ham hali 11935 km yurgan. Bu komfort pozitsiyasi, qaranglar. Normal, eko, sport, bir nechta 6 ta rejimdan iborat. Salafon paketlari bilan turibdi. Opsator akalarimiz Xudo xolasa, cho'tki narx qilib beraman deb turibdilar. Lekin bitta narsasini aytib o'taman do'stlar, shu ozgina endi ozroq qimmat bo'ladi, lekin o'zini narxiga arziydimi deganlar do'stlar, albatta mashina narxlari kundan kunga tushib bormoqda. Xudo xolasa akamiz ham zo'r narxda qo'yib beradi. Bu esa 2,5 litrlikmi aka bu? 2,5 litrlik do'stlar, atmosferli motor, 7 ta o'rindiqli. Xudo xolasa bunaqasi bozorda yo'q deb turibdi. Bir buni tashqi ko'rinishga bir e'tibor bering. Oppoq rangda do'stlar. Kraskalar 100% toza. To'g'rimi aka? Rasxodlarni so'raganlar do'stlar 10 tadan sal tepasida ichadi. Mana shu paketlarni xudo xolasa uyingizga borib yaxshi niyat qilasizda, ota-onangiz bilan o'zingiz mazza qilib chilasiz. Mana ota-onaning duosini oling. Allohga olsan, xudo xolasa siz ishingiz 5 bo'ladi, barakasini beradi. Yuraklarni qizdirib qo'yamiz. Xudo xolasa aka, bo'ladigan narxini kelishtiring aka. Akajon 40 so'rayapmiz, savdosi bor. Lekin magazinda bilasiz, normalni 50 dan yuqori turadi. Yetak mana 1,5-2 yil ichiga. Qancha aka? 40 so'rayapmiz, yana savdosi bor. 539 ga bosib yuboramizmi? Kelishamiz. Kelishamiz. Telefon nomerlari do'stlar 90lik 287 31 11. Agar akalar ko'nmasa o'zimga chiqing, xudo xolasa qo'llarini siltab sizlarga arzoniga barakani qildirib berishga harakat qilaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Full o'kasi. Xudo xolasa sizni hovlingizda xuddi mana shu avtomashina turadi. Eshigingizni och, sizni ertalab kayfiyatingiz ko'tariladi do'stlar. Ushbu ko'rib turgan avtomashinangiz Kia Sorento'dan do'stlar full varianti 2,5 litrligi Kia Sorento. Restyling varianti. Yurgan masofasi 10.200 km yurgan. Abagrev tepasida panorama top. Xullas jamiki navorotlarning barchasi ushbu avtomashinada siz uchun mavjud. Kialarda eng sifati yuqori o'zi do'stlar mana shu. Ming afsus do'stlar, restyling debman. Bu aslo restyling emas, eski variantidan. Yili 2023 yurgan masofasi ham do'stlar kamgina. Faqat akamiz qaytarilmaganmi deydigan bo'lsak, boshim bilan javob beraman, qaytarilgan bo'lsa deb turibdilar do'stlar. Mazza qilib mana plyonkalarni shilish xudo xolasa sizga nasib etadi. Takalamiz, lekin oldindan ozgina shilib qo'ygan ekan. Holati ideal bo'lib turibdi do'stlar, ko'ringlar. Xudo xolasa omadingiz keladi. Ishonaman, tez orada mana shu avtomashinani bosib yuborasiz. Samni glavni do'stlar ishonch bo'lish kerak. Biz esa akamizdan kelishamiz aka. Qanchaga bosib yuboramiz? 36 savdosi bor. Aka 36-35 dan gaplashaversak bo'ladimi? 35 dan gaplashaveramiz. Telefon nomerlari do'stlar 90lik 287 31 11 raqamiga aloqaga chiqib. Nomerni ham yozib olsin. 90lik 657 84 43. 84 43. Do'stlar, xudo tez orada bosib yuborasiz. Ishonaman. Zo'r avto. Yaxshi avtomashina do'stlar. Like podpiskan bo'lsangiz do'stlarga ulashib qo'yamiz. Golden Week. Hyundai'lar orasida eng zo'r chiqqan avtomashina bemalol Hyundai Tucson deb aytishingiz mumkin do'stlar. Sababi bu birinchi chiqqan, xudo xolasa sifati o'ta yuqori bo'lgan avtomashina. Yillarga e'tibor beramiz. Yili 20 dedingiz aka? 20. 20 probegi
12 ming o'zing halol probey qaytarilmagan aka, to'g'rimi? Keling, bu yerdan ishlarni ko'rsating. Navrotlarda voy, jamiki barcha narsalar bor. Sidenalarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Abduf bor, abagrev bor. Tepasida hatto uzun panorama tomgacha, polosot держение, cruise control ekranlarigacha bor. Ancha pishiq avtomashina do'stlar. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, buni o'zi motori 2 litrlik bo'ladimi? Atmosferniy motori bo'ladi do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin, rangi ham tilla rangiga o'xshash, juda ham ajoyib ekan. Bu faqat oldi tortadi do'stlar. Rasxodlari keladigan bo'lsak, 10 taga yetar yetmas atrofida yuradi. 4 karta polni prividan yurar ekan do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa, mazza qilib olib minishlaringga akamiz Xudos bir narx qo'yib beraman deb turibdi. Aka, nechga pul qo'yapsiz? Aka 23. 23. Lekin sal qimmatroq qo'yapsiz. O'sha yiliga yarasha bir chiroyli narx qo'yib bering aka. Siz uchun realni baraka bo'lsin. 22 ga beraman. 22 deb turibdilar do'stlar. Xudo xolasa yana agar akamiz ko'nmaydigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, qo'lini yaxshi siltab, chiroyli narxda qilib berishga harakat qilamiz do'stlar. Telefon nomerlar 90lik 657 84 43. kraskalarga probeyga javob. Xudo xolasa aka. Ishlarga omad. Sizni podpishalingiz hamma vaqt javob gap bo'lishi mumkin. Yurakchalar qizib qo'yamiz, podpiska qilib qo'yamiz do'stlar. Xitoyning nadejnost avtomashinasi qaysi desangiz, bemalol Lin ayta olaman. Sababi o'zim 8 oydan men yurdim, to'g'ri. Motor taqiladi, lekin ayrim sabablarini o'rganib chiqqanda arzimas sababni taqilar ekan. Keling do'stlar. 23 ishlab chiqarilgan, lekin do'stlar ko'rishingiz mumkin, 26 restyling qilingan ekan. Kraskasi egalar tomonidan aytish bo'yicha 100% toza deb aytib o'tilyapti, lekin o'zingiz uchun ham do'stlar bir marta kraskasini tekshirib ko'ring. Michelin yangi balonlari bilan ko'rishingiz mumkin. Hozir salonlardan bir qator ko'rsatib o'taman, lekin avtomashina yonib turibdi do'stlar. Hozir narxini so'ragandim. Bu atrofdagi avtomashina narxi do'stlar 47 ming atrof sotilar ekan o'zi. Endi bilmadim qanchalik haqiqat, ko'chada yurib siz bilasiz albatta. Lekin buni hozir gaplashib ko'rdim do'stlar. 46 ming ustida savdosi bor ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Yurgan probegi 115 ming atrofi, adashmasam 113 ming yurgan ekan. Kraskalar toza, oranjiy salon do'stlar, kapitanskiy sidenalar bilan 7 o'rindiqli Li avtomashinasi. Ko'rishingiz mumkin. Panorama tom, odamzod xohlaydigan barcha navrotlari bor. Xudo xolasa kam ko'z ayblari yo'q deb aytib o'tyapti. Do'stlar, bemalol aloqa uchun nomerlar qoldirib qo'yamiz. Mazza qilib olib minishlaringiz do'stlar, 46 ming ustida savdosi bor. Mana, haqiqatan do'stlar yaxshi avtomashina. Li 9 do'stlar. Xo'p, aloqa uchun nomerlar 99lik 398 aha 86 89. 86 89. Telefon raqamiga aloqaga chiqaverasiz do'stlar. Xudo xolasa, Liza yurgan do'stlarga yuborib qo'ysa, like podpiskani bosib qo'ying do'stlar. C16 ketdimi? Lidan keyin yumshoq mashina albatta do'stlar C16 Lep Motorsan. Ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Xo'p, yili 2020 25. Yurgan masofasi 21 ming. Kraskalari? Top toza. Kraskalari top toza. Navorotda do'stlar juda ham ko'p navorotlari bor. O'sha lich singari do'stlar 7 ta o'rindiqli kapitanskiy sidenalar bilan C16 qop-qora rangda. Ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Gibrid kitob bo'yicha 1000 ga ichi olib qo'ygan. Mana ishlarni o'zi ko'pchilik biladi. Eng qizig'i narxi mana. Qaranglar, mana qaranglar. NFC kartasi bor. Bitta tekizasizlar, mana ochildi. Ko'rlaringizmi? Qanday qilasizlar? Ichini ochib, bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Xuddi Li singari oranjiy salon, ta'mir sidenalari, tepa ulkan panorama tom, xullas o'sha xolodilnigi bor variantimi deb so'raganlarga hozir savolingizga javobini topamiz. Aynan bu pozitsiyasida lekin xolodilnigi yo'q varianti ekan. Lekin kapitan sidenalar, saloni keng. Lekin realni yumshoq mashina. Buni ko'chadan o'tsangiz juda ham ko'pchilikdan so'ragan edim. Hammasi o'zida juda ham yaxshi deb aytib o'tdi. Kraskasi toza deb aytib o'tilyapti. Yurgan masofasi 21 ming kilometr ekan. Kraskasi 100% tozami? Xo'p, narxi nechmi so'rayapsizlar? 29. Keling do'stlar, kelishamiz. 29 dan qancha savdosi bor? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? 29 ming 28 ga. 28 mana 1000 so'm chok $1000 do'stlar. Agar ko'nmaydigan bo'lsa, yana aloqaga chiqinglar, yana qo'llarini yaxshilab siltab barakasini qildirib Telefon nomerlar 99lik 398 86 89. Yurakchalar qizib qo'yamiz, podpiska bosib qo'yamiz. Olib berishgan mashinani. Gap yo'q, barakasini bersin. Do'stlar, Gentra puliga Kia Soul. Ishlab chiqargan yili necha dedingiz, bratanim? 22 yurgan masofasi 53 do'stlar. Narxini eshitdinglar, aniq like bosadigan narx do'stlar. Vaqtida $30 ming sotilgan avtomashina hozirgi kunda 13 ming 14 ming ustida savdosi bor. Va Navorotda bor, bilinglar, qarang do'stlar, ancha pishiq do'stlar. Siz uchun
qulaylik, navrotlar tepasida qaranglar. Luki ham bor, multimedialar, abogref bor, abdufu bor ekan oldida. Rul orqali multimedialar boshqarsangiz bo'ladi do'stlar. Shahar uchun eng ideal avtomashina. Rassuldan ham unchalik ko'p emas do'stlar. Yerda 7-8 tagacha bosib yursangiz. Kraskasi bor ekan, kraskasi mana bu chassida do'stlar. Qaranglar, opalarimiz uchun juda ham chiroyli rang. Mana shu ikkita eshikda kraskasi bor ekan. 5 ключевой доступlarcha ishlar ekan. Ko'rishlaring mumkin do'stlar. Xudo xolasa, Mazda qilinuvchilaringga 14 ming kami bor. Ustida savdo qiladi do'stlar. 13,5 mingga berasizmi? Gaplashsa? Gaplashib ko'rasizlar do'stlar. Agar bermaydigan bo'lsa, ham aloqaga chiqsa, qo'llarini siltab kelishtirib bir yaxshi narsa olib berishga harakat qilamiz. Iloho do'stlar, iloho amin. Aloqa uchun nomerlar 99lik 315 16 65 raqamga 16 65. Правильно? To'g'ri. Mana shu nomerga telefon qilasizlar, ustida bemalol savdolashlaringiz mumkin do'stlar. Hammaga omad, yurakchalik qizdirib qo'yamiz, yaxshini ko'rishamiz.